Biz insonlar quruqlikda yuramiz, to'g'rimi? Yerda yuramiz, lekin suvda suzishni bilishimiz shart. Suzishni bilish bu hayotiy kerakli ko'nikma. Suzishni bilgan odam, suzishni bilmagan odamdan bir pog'ona yuqorida bo'ladi. Hayotimizda har xil holatlar bo'lishi mumkin. Biz sayohatlarga ketamiz, dengizlarga chiqamiz, to'g'rimi? Shuning uchun suzishni bilish kerak. Suzishni bilish uchun biz bolalarga bolalikdan suzishni o'rgatishimiz kerak. Mana bizlarda super sport klubimiz bor. Havaskor sportchilar klubi bu. Bizga kelgan yangi jamoamiz vakili bir oyda 500 metr suzishni o'rganadi. Ikkinchi oyda bemalol 1 kilometr suza oladi basseynda. Ko'pchilik mana shu basseynga bormayman chunki xlor bor deydi. Mana shu xlorni ham yechimni topdik biz jamoada. Mana Epta krem degan mahsulot Shveysariyada ishlab chiqarilgan. Basseyndan chiqqandan keyin butun jamoa bilan shunday badanimizga, yuzimizga surtamiz. Xuddiki yangi tug'ilgan chaqaloqni terisidek bo'ladi terimiz. Qanaqa holat bo'lishini hech kim bilmaydi. Suzishni bilsak, demak biz tirik qolish imkonimiz ko'proq bo'ladi. Shuning uchun suzishni bilishimiz kerak hammamiz.